Abdulla Oripov o'zbek she'riyatining yuksak cho'qqisi, millat g'ururi va erk kuychisi. Uning har bir satri vatanparvarlik, insoniylik va teran falsafa bilan yo'g'rilgan. Shoir tavalludiga 21-mart kuni 85 yil to'ladi. Shu munosabat bilan Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universitetida xalqaro ilmiy amaliy anjuman bo'lib o'tdi. Galdagi lavha shu haqda. Abdulla Oripov buyuk va benazir shoir. Uning she'rlarida vatan tuyg'ulari yuksak badiiy ifoda etiladi. Bugungi anjumanda ham shoirning boy ijodiy merosi, uning o'zbek adabiyotidagi tutgan o'rni va asarlarida mujassam bo'lgan ma'naviy g'oyalari atroflicha muhokama qilinmoqda. Biz mana 4 yil, 5 yildan beri juda ko'pgina tadbirlar o'tkazib kelmoqdamiz. Jumladan universitetimizda Abdulla Oripov nomidagi muzey ishga tushirildi. Bu yerda hozir mana 5000 dan ziyodroq eksponatlar bor. Ular har doim yoshlar bilan gavjum. Abdulla Oripov nomidagi yoshlar bog'i tashkil qilindi. Har yili 10 ga yaqin Abdulla Oripov nomidagi stipendiyalar yoshlarga beriladi. Ya'ni o'qish bilan, a'lo o'qish bilan bir paytga shu she'riyatga qiziqqan, o'zini ijodiy ishlari bilan tanilgan, o'zini qaysidir ma'noda ijodiyotini ro'yobga chiqargan yoshlarni biz o'sha Abdulla Oripov nomidagi stipendiya va Abdulla Oripov nomidagi ko'krak nishonlari bilan taqdirlab boramiz. Biz konferensiya davomida Abdulla Oripovning ijodi bilan yana ham yaqindan tanishdik. Biz uning ijodini nafaqat O'zbekistonda, balki dunyo yoshlariga namoyon etishimiz kerakligini angladik. Masalan, men o'zim Abdulla Oripovning she'rlarini ingliz tiliga tarjima qilib, xalqaro yoshlarga namoyish etaman. Yaqinda Slovakiya Respublikasida o'qishda bo'lib keldim va u yoqda ham yoshlar bilan birgalikda Abdulla Oripovning ijodini slovak studentlarga, slovak yoshlarga ko'rsatishga muvaffaq bo'ldik. Ularga ingliz tilidagi she'rlaridan bahramand bo'lishlari imkoniyatini berdik. Men Abdulla Oripov stipendiyanti bo'lishdan, uning davomchisi bo'lishdan faxrlanaman. Ilmiy amaliy anjuman Abdulla Oripovning o'zbek adabiyoti rivojiga qo'shgan hissasi, falsafiy va axloqiy motivlar, avlodlar vorisligi mavzusiga bag'ishlandi. Unda ijodkorning oila a'zolari, adabiyotshunos olimlar, tadqiqotchilar va keng jamoatchilik vakillari ishtirok etib, buyuk shoirning boy ijodiy merosini atroflicha muhokama qildi. Anjumanda so'zga chiqqanlar Abdulla Oripov fenomenining bosh xususiyatlariga to'xtalib, shoir yaratgan adabiy maktab millat ruhini nechog'lik teran ifoda etganini alohida e'tirof etdi. Shu bilan birga adabiy asarlarning falsafiy ko'lami va ulardagi yuksak axloqiy g'oyalar bugungi ta'lim tizimida yosh avlod tarbiyasi uchun beqiyos ahamiyatga ega ekani ilmiy asoslab berildi. Bugungi konferensiyada Abdulla Oripovning ijodini ta'lim maskanlarida o'qitish va o'rgatishning metodik jihatlarini tadqiq qilishga bag'ishlangan ma'ruzam bilan qatnashdim. Chunki o'zbek adabiyotida adabiyotshunoslik va qiyosiy tahlil sohasidagi qarashlarda hamda tadqiqotlarda Abdulla Oripovning ma'naviy merosi keng o'rganilgan. Biroq pedagogika sohasida, ayniqsa pedagogik ta'limotida Abdulla Oripovning ijodiyoti, uning yoshlar tarbiyasiga bo'lgan ta'siri hamda ularni metodik jihatdan tadqiq qilish masalalari keng darajada hali chuqur o'rganilmagan. Shoirning umr yo'ldoshi Hanifa Mustafoyeva Abdulla Oripov bilan kechgan mazmunli yillar, ulug' ijodkorning murakkab va sharafli shaxsiyati hamda oilaga bo'lgan cheksiz sadoqati haqida so'zlab berdi. Bu ibratli xotiralar tadbirda ishtirok etayotgan yosh o'qituvchi va tadqiqotchilar uchun nafaqat ilmiy ma'lumot, balki o'ziga xos hayot maktabi va ma'naviy saboq bo'lib xizmat qildi. Hozirgi vaqtda yangi O'zbekiston yoshlariga Abdulla Oripovning ijodi, bosib o'tgan hayot yo'li juda ham katta maktab vazifasini bajaradi. Shaxsan o'zim Abdulla Oripovning ijodini, she'rlarini juda ham sevib o'qiyman. Bu yerda insonni ma'naviy dunyosini shakllantirish, insonni bir yashovchanlikka kurashuvchan bo'lishi, hammasi bu Abdulla Oripov she'rlarida mujassam. Otaga bag'ishlangan she'rini aytmoqchiman. Otalar sha'niga loyiq so'z demoq, tabarruk bir kitob bitmoq bilan teng, ularning mehri bamisli charoq, bag'ri keng yulduzli osmon bilan teng. Shoirning she'rlarida aks etgan vatanga muhabbat bugun har bir yosh qalbiga cheksiz iftixor tuyg'usini beradi. Zokir Mo'minov, Jaloliddin Sayrdinov bugun dastur uchun.